Qaranglar. Bizi hayotda nima qiynayapti? Kerak emas urf-odatlar qiynayapti. To'y turkun, mavlud, ma'rakalar qiynayapti. To'g'rimi? Masalan, bitta qo'y so'yib turib, 10 ta odam chaqirib qo'yishlik lubo odamning qo'lidan keladi. Bitta qo'yib keladi, 10 ming so'mga so'yadi, 5 ming so'mlik marda shunday qiladi, bo'ldi. O'g'lini uyladi, qizini chiqadi. Zo'r bo'lamidi shuna bo'lsa? Sochlar to'kilmas edi. Sochlar oqarmas edi. Otalarning pochkalari, jigarlari o musofir uylarda to'kilib ketmas edi. Bitta qizimni chiqaraman deb. Qaranglar-da, bizni nima sindiryapti? Mana shu tashqi ko'rinishga oshiqcha e'tibor berishimiz. Shom yerlarida oqsoqollar bir narsa kelishib olishgan ekan, katta bir qishloq. Kuyov kelinga faqatgina bitta uzuk, bitta soat hadya qilar ekan. Bo'ldi.